Dot okela buni kodtaligini aytmaysizlarmi? Lexus LX 600 tali avtomobillar bilan bemalol konkurensiya qo'ya oladigan Infiniti QX80 autograf avtomobili sotuvga kelib qoldi-yu. Buni qarang, vidini deskiligini absolutno yangi 2025-yilda ishlab chiqarilgan. Logotiplarning chetlarini aytmaysizmi? Kechqurun tako yonib berar ekan bu. Avtomobilimiz 3,5 litr turbo, 450 ta o't kuchi bilan jihozlangan. Mana R22 dyumli обновленный disklarini aytmaysizmi? Gap yo'q. Mana jabralarni aytmaysizmi? Juda ham chiroyli ishlab qo'yishgan. Avtomobilimizdan e'tibor berib qarasanglar, pastki qismi oqdi, tepasi qora, dash spozon besish joyi do'stlar va albatta выдвижной ручкаlar. Bularning hammasi aerodinamikani yaxshi bo'lish uchun qilingan. Ichki savunimizni aytmaysizlarmi? Shunaqa keng prostorni ishlab qo'yishgan. Rullarimizni tagida Infiniti, bu yoqda Infiniti, просто потрясающий. Mana podsvetkalarni qaranglar, dvernoy kartani shunaqa chiroyli ishlab qo'yishgan. Eng top akustik sistema Klipsch. Podголовникlarimiz ham joylashgan. Tepa patologlarimiz ham полностью Klipsch audio sistemasi bilan jihozlangan. Katta panorama krisha, tepalarimizda Alcantara, multimediya rul, head-up display, 360 gradus kamera, alohida klimat kontrol uchun, alohida multimedia uchun displeylar o'rnatilgan. Bu yoqda stakanlik uchun joy, беспроводная зарядка, barimizni hattoki холодильник qilib ishlatsangiz bo'ladi. Va eng asosiysi bunaqa katta mashinaga pnevmo podveska kerak bo'ladi. Pnevmo podveskalari ham bor. Haqiqiy представительский klass. O'rta monitordan полностью hamma narsani upravlab chiqib ketsangiz bo'ladi. 3 ta radli 7 ta o'rindiq bilan jihozlangan. Shtrixzonniy klimat kontrol gap bo'lishi mumkin emas. Avtomobilimizni prosta bosib haydab olish kerak. Mana autograf yozuvlarini aytmaysizmi? Katta Infiniti yozuvlari. Gap yo'q. Nafaqat oldi, balki orqalarini ham shunaqa jerskiy qilib ishlab qo'yishgan. Agar sizda ham qanaqadir inomarka bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsangiz, chiroyli narxlarda sotib beramiz. Ushbu avtomobilllarning narxi keladigan bo'lsa, egalar bilan gaplashib, siz uchun 156.900 ga qo'ndirib qo'ydim. Absolutno yangi avtomobil. Okan bosib oling, maza qilib haydab yurasiz.